Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziya Samadi. 16-bob. G'uljining sayning quyilishi deb ataladigan g'arbiy janubiy qismi Ili daryosiga taqaladi. Ana shu say quyilishidagi qismi Jigdilikning ichi bilan ikki kishi g'arbga qarab ketib boradi. Ular yarim soatcha minib Buktalliqqa chiqib kelishdi. Oldida yo'l boshlab ketayotgan egiz bo'ylig'i to'xtab, atrofiga nazar tashladi va nimanidir mo'lchirlagandek qilib so'lga, daryo tarafga burildi. 10 qadamcha minib, o'skilang tol tuvida to'xtab, tolning g'o'llarini sepashtirib, bir narsani topdi. Atimolim uning kaynidan iz bisib kelgan yo'ldoshiga qarab, "Keldik, mashada", dedi. "Yengilmagansan?" "Yo'q. Mana munu talning bir shig'ida 2, yana bir shig'ida 3 beldam. Bu belgimiz. Qo'lvoq yaqin yerdimi? 50 qadamcha keladi. Yura, ta'xir qilmayli." Yo'l boshlagan kishi yana olg'a tushib mandi. Qorong'uda qo'yuq tal shoxlarini qayirib, ingishib, ikki puklanib mang'achqamikin 50 qadamcha yerni besib o'tkicha tarlab bujg'irab ketishdi ular. "Mana", dedi yo'l boshlag'uchi. Daryoning qo'ltiqsimon do'nay yeriga yetib kelganda, "O'ltar, aram olayli." Daryo levini yalab, choy qilib oqmoqda. Atrof go'yo oy qorong'usiga ko'milib qolgandek jimjit. Faqat daryoning shalaqlab chayqalgan tovushila surlik jimjitlikni buzib turibdi. Yo'lovchilar kecha jimjitligini o'zlashtirgandek shuk o'ltirishidi. Balki ular daryoning qiniga patmay chayqalishini va qandaqdir mung'zarga to'lgan nag'ma misoli shavqunni dilga jo qilishgandir. Oq ajdod avlodlarimizning alam hasratlarini bag'ringga yo'shirib chayqalib, kuchlik shavqun chiqarib oq. Daryoning u qanotida qilin bulutni yerib chiqqan yulduz qorong'uda yo'ruq ko'rindida o'chdi va yana yo'rib, yana o'chdi. "Bizninkilar", dedi yo'l boshlagan va yo'ldishini boshlab daryo qo'ltig'ining leviga kelishdi. Qo'lvoq turgan ekan. Ikkisi aldirashlik bilan chetiqni bo'shatib, qo'lvoqqa tushdi va yaqin bo'ylab paloq urib, shiddatlik uzishdi. U qanotga yetishi bilan kutib turg'uchlar ikkisini qo'lvoqdan ko'tarib degidek tushirishdi-da, otlarga mingizib, egiz qo'mushliq ichiga kirib ketishdi. Ular daryoni yaqilab 4-5 kilometrcha manganda chatqalliq boshlandi. Shu qilin chatqalliq ichidagi gama oldiga kelib to'xtashdi. Ikki yurish gamining ichi guppida zay va beliq burab tursimu, pokiza saramjon. "O'ltirayli, birodarlar. Vaqt oz. Tong yo'rg'icha tarqilib, o'z joylarimizga yetishimiz kerak", dedi gamiga kirib o'ltirishgandan keyin. "Qo'lvoqda bosh qaymagandu?" deb so'radi Rahimjon Abbosovdan. "Mamash aka, paloq urishga moyir ekansan. Daryodan xuddi bo'shni tavratgandek siyliq uzib o'tdik. Sizlarchu?" so'radi Abbosov. "Kemichi o'tkildan o'tkazib qo'ydi", dedi Rahimjon va kulimsirab. "Shundoq qilib, Liubingni do'stongni tashlab mangdigan bo'lding. Amal qancha, sig'insam qaytib kelarman", deb yiqimliq kulgisini kuldi Abdukarim Abbosov. "Kurash qizib, cho'ng o'yinga tushadigan vaqtda sizlardan ayrilishim men uchun intayin ig'ir, ayb o'zamda. Cho'ng ish, cho'ng foyda yetkazman deb oldirab, chandurib qo'ydim", deb o'kindi u. "Tashkilot seni hech qanday ayblamaydi, hatto taqdirlaydi. O'rin yo'tkishing u vaqtli holat. Sen bilan birlikda ishlaydigan ishlar texi oldimizda", dedi Rahimjon. Abbosovning ayib menda deganda ma'lum haqiqat bor edi. Liubingni o'zi Uyg'urcha so'zni mukammal bilsimu, to'r ligiga ilib, chantu tilini tarjimon orqali anglaydigan bo'lib olgan va ikkinchi tarafdan bu qu jasus Abbosovni uning majlis yig'inlarida xalqqa, kadr ziyolilarga qarata so'zlagan so'zlarini to'g'ri tarjima qilamdu, birər yerdə qısturub ketemdu deb sınaydigan degandek
Abbasov bir qitim so'z qistardi. Yana bir qitim so'rashqa tegishlik emas, ya'ni olti o'g'rini bostirish uchun yangi qismlar avatilamdi, deb so'rab qo'ydi. Liu Bingdi bularni eran qilmagandek ko'ringani bilan shu kundan e'tiboran Abbasovning atidan kechgacha butun harakatini tekshiradigan, uning kaynida nechilagan josuslar va mehmondo'st ilfatlar yuradigan, ulardan ba'zilari o'zlarini vatanparvar ko'rsatib, tashkillik harakat qilishni tavsiya qiladigan bo'lib oldi. Liu Bingdi Abbasovning zirakligi va qobiliyatiga tan bergan holda uni faraz qilingan harakatdagi tashkilotning muhim a'zosi debmi gumon qiladi. Shuning uchun uni darhol qamoqqa olmay, og'amchini uzun qo'yib etib, iziga tushib, tashkilotgacha berib yetishini maqsad qilgan edi. Agar 2 kun oldida bayonday sharmandaligi Sultan Uvays va Yamato saqchi bo'limchilari g'ini boshliq zivozlar tarafidan vayron qilinmasa, ayni vaqtda hukumatga shaxsiy o'ziga qarshi tashkilotlar taralib, xalq g'ul-g'ulisi kuchaymasa, Abbasovning qamoqqa ilinishi kechiktirilar edi. Lekin vaqt kutmadi. Qara tizimga ilingan yosh kurashchini solash mezgilida uning yaqin tuqqanlaridan Hashimoxon, bu atoqliq jasus keyin inqilobchilar tarafidan etib tashlangan. Qarindoshlik mehri uyg'onsa kerak, atimolim Abbasovni xabardor qilib qo'ydi. Ozodlik tashkiloti xabar tepib, Abbasovni vaqtliq bir joyga bekinishga qaror qilishdi va shu qarorga binoan Rahimjon uni uzitib qo'ymoqchi. Yurish oldida bir nechta fikr bermoqchiman, dedi Abbasov va qo'yun yanchug'idan daftarchini chiqardi. Buningda yangi tashviqot loyihasi bor. Talat Boyvachining uyidagi ziyofatda Liu Bingdi mollalar savdogar boylarga mukofotlarni berib, ularni olti o'g'ri va boshqa kurashchilarga qarshi harakatga da'vat qilgan. Shu razil maqsadni fosh qilish bilan yangi taqibga tayyorlik ko'rishayotganligini dalillab beradigan faktlar yozilgan. Menchi bo'lganda buni tez besib tarqatish kerak. Intayin yaxshi, daftarchini oldi Rahimjon. Diqqat qilishga tegishli yana bir masala, davom qildi so'zini Abbasov. Liu Bingdi xalq ichida inovati bor deb hisoblangan Muxtar hoji bilan Nödar Zungwanni tog'dagi qo'zg'olonchilarga elchilikka avatish uchun tayyorlik ko'ryapti. Shundaqmi? Agar qo'zg'olonchilar hukumatga el bo'ladigan, u holda Fatihni Nilqi noyisiga, G'inini bo'lsa To'qqiztara noyisiga ishongan qilarmish. Pah, ishtamam vassalam qilmoq bo'libdi-da. Bu go'mindanchi pasandilar. So'q kuldi Rahimjon. Biz chantullarni go'llab ugunib qolgan bu janguydilar bu qitimmo qapoq silib ko'ldirlatmoqchi-da. Yo'q, dedi mundaq chog'larda zardisi qaynaydigan Rahimjon. Indakka o'ng'ay keladigan nodon chantullar endi tepilmas. Har holda Xitoylarning razil maqsadlari nimadan iborat ekanligidan g'inikomlarni oldin ola xabardor qilib qo'yish kerak, dedi Abbasov. Ular ozodlik tashkilotining faoliyati va qurolliq qo'zg'olonga tayyorlik ko'rish masalasi to'g'riliq fikrlashgandan keyin Rahimjon dedi: "Seni bayaroqda oldinga atab borgan odam manzilga yetkazib qo'ydi. Men texi Mamash akini billa ilib ketay dedim", dedi Abbasov sal o'kingandek. Chunki Mamash uning eng ishonchli yaqini edi. Tashkiliy rahbarlikning fikri shundoq, dedi-da, ala xo'jinni ko'rsatib, buningda pul, ozuq va kiyim-kechaklar bor, deb qo'shib qo'ydi. Abbasovni atlantirish oldida: "Bilim va tajriba almashtirib kelishingga ishniman, inim. O'ljilik qayt, yo'lingga intizor biz", dedi hayajon ichra Rahimjon. "Tirishiman." Ular quchoqlashib xo'shlashdi. Juma namozi bo'lg'achqimi yoki bo'lmasa zulm sitam ig'irlashgan siri Allohga to'laroq sig'inib, Alloh egamdan rahim shafqat tilaydigan namozxon so'pilarning soni ko'paydimi, Baytulloh mechitning ichiga odam sig'may, mechit hovlisimi odamga liq to'lib ketdi. Kiyimlari yetta yerdan yamoq bu odamlarning chiroylaridan to'pa yig'ib tursimi, lekin harakat beqishlaridan nimanidir kutgandek jiddiylik aks etib turadi.
Ular musulmon bandalar. Allohning uyi hisoblangan mechit, jami ichida tizlanib o'ltirib, qalbiga Makkaga qaragan holda Alloh karam rahimdordan mag'firat tilashlari va shak keltirmasliklari, maishiy xiyollarni dilga putmasligi lozim. Lekin bugun juma namozi o'qilmay turibla bu diniy qoidalarni buzg'uvchilar sapras bo'lib o'ltirg'uvchilar orasida gurung parang boshlanib ketdi. Hammalar mechitda shundoq bo'ptak. Mechitlarla emas, ko'chalarga qizil jiya chaplangan qog'ozlar kun tushguncha turdi. Kimlarkin, nimalar bo'lsa o'g'il bolalar ekan. Nurg'un kishilarni so'labdimish. So'loq degan hammamizning beshida bor ish-ku. Bu ishlarni qilayotganlar hiliqi olti o'g'ri deganlardir. Qachon? Ularning shahardimi jiliklari bor-da. U olti o'g'ri deganlar Nilqa tog'larini yoqlig'icha shaharga besib kirsa qarab turmatdiq. Hoy, asta, qora pochaqlar anglab qolmasin. Mechitmi tingchilardan xoli emasdinglar? Takbir aytildi-da, hamma namozga saf tortishdi. Parang bilidan kesildi. Juma namozidan keyin xutba o'qilib, jamoat tarqalmay turibla Baytullohning atrofini qurolliq saqchi cheriklar qo'rshavlashdi-da, hech kimni sirtqa chiqarmadi. Cheriklar mechitning ichi teshidila emas, o'gizlargami pilimutlarni qo'yib hozirla odamlarga qaratib o'q chiqardigandekla bir surlik qiyofatda turishidi. Jamoat bu holatni ko'rib, odatlanib qolgandek unchalar qo'rqib ketishmadi. Nima bu? Aram xudo namoz o'qolmasak ha? Oyoq osti qilmagan mechitlar qolgan. Zindon yetishmay, amdi mechitlarni zindon qilmoqchimi ha? Qirivatsimo dinimizni, mechitlarni oyoq osti qildirmaymiz. Xutbidan o'tgan xotib axunning oldin ola xabari bo'lsa kerak, ehtimalim ikki saqchi amaldori bilan birlikda supining ustiga chiqishdi va g'ulg'ula qilishgan jamoatga qarata: "Hoy, ahli musulmonlar, cho'qon ko'tarmay, ulug'larning gapini anglanglar", dedi xotib. "Ulug'ning bizga qildigan pandi nasihati bo'lsa, bu hayvonning nima keragi? Tartib buzilmasin deydigan." Xotib axun gapini tugatmay turib, Liubingdi bir to'p muhofizachilari bilan kirib keldi-da, injiqlab supa ustiga chiqdi va musulmonchilikni bajo keltirmak bo'lib, jamoatga salom berdi. "Jamoat", murojaat qildi Liubingdi bilan so'z almashvolgandan keyin xotib axun. "Bugun ahli jamoatga Liubingdi janoblarining so'z nasihati bor ekan, ixlos qo'yib tingshayli. Biz isyon ko'tarmasak yoki qalamqanchilik qilmasak, nima sababdan Allohning uyi bo'lgan ulug' Baytullohni qo'rshib oladi? Avval shuningga javob bersin bu ulug' zot. Ha, hukumat o'z fuqarosiga ishonmasa qandoq bo'lg'ini? Sabr, dindoshlar, sabr. Kala ko'saydek dehmoq qo'lini pulanglatdi Liubingdi. Shaharda tabriqchi buzuqlar ko'payib qoldi. Shulardan saqlanish uchun muhofizat o'rnida bu saqchilar, chiriklar keltirildi. Uningdan boshqa hech qanday g'araz yo'q. Xotirjam bo'linglar, yurtdoshlar. Liubingdi yurtdoshlar iborasini alohida urg'u bilan qayd qilib, o'zini yurtdosh qilib ko'rsatishga urindi. Lekin to'p ichida unlik bo'lmasmi, qara bu lo'lini, yurtdosh bo'lmay qurib ket, jallod, degan nafratli kinoyalar anglandi. Bugun so'zini davom qildi Liubingdi. Jinoyat ustida bir necha buzuq unsurlarni qo'lga oldik. Ular hukumatni, doimiz Shinsayni, boshqa amaldorlarni u o'zini tilga ololmadi. Haqoratlab yozilgan varaqlarni shahardagi 32 masjid qo'vumiga tarqitishning sirtida do'konlar eshiklari, uylarning qapqalari va hatto daraxtlarga chaplashgan. Bu so'zlar ig'ir keldi, ehtimalim Liubingdi demi kesilgandek gapdan chip to'xtab qoldi. U bu holatini chandurmasqa tirishib, qo'l yog'lig'i bilan yuz-ko'zini surtishga, yolg'on yo'tilishga boshladi. To'p ichida bo'lsa, teliqib jini chiqib ketsidi bu qapoqning. Mug'ambarlik qilib yolg'on yo'tilayotidi.
Kim ishindi bu satqunning so'ziga? Deyishdi odamlar. Xalq ichiga so'zini o'lidi Liu Bingdi. Ig'vo taratquchilarga hargiz ishalmasliginglar lozim. Ularning umri qisqa. Az kunda tog'ni makonlab, u yer bu yerda qutirab yurgan olti o'g'ri yo'q qilinadi. Shahardagi ularning hamnafas tarafdorlarimi qo'lga ilinib jazoga tortiladi. Bu 4 tok o'g'ri 500 million Junxo millatiga taqobil turolmaydi. Ha, kim ularga ishonsa, ularning kaynidan agasa u odam xudini yo'qotgan ahmoq bo'lib, o'z hayotiga o'zi zomin bo'ladi. Liu Bingdi xili uzun voysidi. U dam siyliq pandin nasihat qiladigan, dam popoza qilib, xalqning yuragini mujub, qo'rqitish orqali itoatman fuqaro bo'lishga da'vat qiladi. So'zining oxirini shunday xulosaladi. Kim hukumatga qarshi isyon ko'targanlarga, buzuqlarga yon bisib ularni yoqlaydigan, ig'vogarlar tarqatgan tashviq varaqlarini o'qib, boshqalarga yetkazadigan yolg'iz o'zinila emas, uning xulum qo'shnilari, tunish bilishlari birlikda jazoga tortildi. Uqdinglarmi? Qattiq jazoga tortiladi. Amdi oxun akabirlar, mo'tvar zotlar hukumatga yordam qilib, yomon odamlar ustidan nazorat qilishlari, ularni o'z vaqtida tegishlik hukumat o'rinlariga ma'lum qilishlari lozim. Agar undoq qilmasa, ularga 100 xotira qilinmaydi. Bu oxirgi ogohlantirish. Qara Fordga o'ltirib, Liu Bingdi ketdi. Baytullahni qo'rshigan saqchi chiriklarmi qator tizilishib, uning kaynidan mingishdi. Jamoat bo'lsa majlisdan olgan ta'sirotlarni boshqalarga aytib berishga, to'g'riraqi puti ko'ygan to'xidek tamtirishib qilishgan go'mindonchilar ustidan shikoyat qilishga aldirashdi-yu, ularning ko'pchiligining yanchuqlarida kimlar tarafidandir silib qo'yilgan varaqlar bor edi. Davomi bor.